Rekkerni qaysin deganlar menga like bosinglar. Shunda bu gaplarni like uchun yozdimi? Biz sizni unutmaymiz. Bitta like uchun aytilmagan gap qoyil. Reker olamdan o'tibdi. Reker o'lib qolibdi. Reker ulg'aydi. Hammaga boylar va qoravoylar, bugungi videomizda biz Reker haqidagi barcha savollarga oydinlik kiritamiz va Reker qachon qaytishini suhbat qilamiz. Ishdan oldin yaxshilab tayyorlab oling va choy olishni ham esdan chiqarmang. Sizlar ham videodagi kommentariyalarni ko'rib uyalgandirsizlar. Bunaqa kommentlar Rekerning eng oxirgi videosida to'lib yotibdi. Sababi esa bilmaganlar bilib qo'ysin, Reker uylandi. Mayli. Bu gaplarni esdan chiqaring. Hozirgi kunda barchani qiziqtirayotgan savol: Reker YouTube'dan ketdimi? Javobim aytmayman. Nima, sizlarga cho'rimanmi tekinga aytadigan? Hozir kapam 100 dollar tashlamasanglar aytdimmi? Men Rekerni nega YouTube'dan ketganini o'zidan so'ragandim. Reker YouTube'dan ketganingiz sababi oilaviy muammolar yoki nega YouTube'dan ketdingiz? Lekin to'g'risini aytsam, Rekerda YouTube'dan ketishiga juda ko'p sabablarni keltirishimiz mumkin. Misol uchun, Rekerni bitta reklamasini ko'radigan bo'lsak, 500 ming yoki 1 milliondan ortiq reklamalar qiladi. Lekin misol uchun Ender qizchani ko'rsak, mana ko'rishinglar mumkin. Xullas, Ender qizchaga bitta donat o'zida 1 milliondan so'mdan ortiq pul tushgan. Reker esa bunaqa so'm donatlar kelmaydi Rekerga. Bilmadim nega kelmaydi-yu. Ender qizchaga shunaqa donatlar kelganda. Bundan tashqari bir kuni Discordda ko'rib qoldim. Xullas, Rekerda Ender qizchaga yozganimi, bu haqiqatmi yo'q bilmayman. Lekin Reker o'sha Discordda qanchadir soatdan aktiv bo'lganda o'sha ko'rib qoldim. Balkim qaytishi mumkin Reker ham, chunki o'zi 2026-yilda qaytaman degan Discord serverda. Bundan tashqari u hozir o'qishda, agarda o'qishi tugasa qaytishi mumkin. Bilmadim, balki mana shu yozda o'qish tugar yoki-da mana shu kuzdan boshlab qaytar, lekin aniq qaytadi bu yil. To'g'ri, bu yerdan kam informatsiya olgan bo'lishingiz mumkin, lekin men sizlarga ishonaman. Agarda 500 ta like yig'ib bersa, baribir 500 ta like yig'ibmaysizlar-ku. Men sizlarga Rekerda haqiqiy Telegram profilini sizlarga sovg'a qilaman. Xullas, o'sha video 50 ta like yig'ish kerak va men barchasini mexanizatsiyalashtirib, stop o'zi mexanizatsiyalash nima degani? Nima bor, odamlar chiroyli gaplarni gapiradigan ahmoqlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun senga bergan ssenariyni gapir xolos. Mayli, mana gapiryapman-ku, tinch qo'y meni. Va men barchasini mexanizatsiyalaman. Barchasi aziz obunachilarimiz, ya'ni sizlar uchun. Xo'sh, endi yaxshi gapirdimmi? Nega yana duduqlanasan? Men senga nima dedim hozir? Senga nima farqi bor? Nega yana meni tanqid qilaverasan? Yaxshi gapirdimmi? Mana shunaqa qilib videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, bu agarda Rekerda nega YouTube'dan rostdan ham ketganini batafsilroq tushuntirib berishimni xohlasanglar, shu videoga 500 ta like hamda Telegram diskasini ham sovg'a qilaman. Sizlar bilan Prezident MC bo'ldi va biz videoni oxirida Rekerni eslab o'tamiz. Qani ketdik. W kamienie w 6 утра